To'liq bo'ldi. Marhamat, vaucherlarni ko'taramiz. Hamitaga marhamat. O'zbekiston tashkilot a'zo bo'lmagan tashkilot tashkil bo'lishidan oldin nima topshirgan? Ariza topshirgan va 30 yil geosiyosiy munosabatlarda ma'lum bir tashkilotning sog'lom faoliyat yuritishi uchun yetarli yil. Ya'ni hozir geosiyosiy volatillik vujudga kelayotganda jahon o'sha savdo tashkilotining ahamiyati masalasida o'sha savollar ko'payib ketayotgan. Agar mana shu mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, ya'ni ariza berishda rekord o'rnatgan bo'lsa, demak a'zo bo'lishda ham rekord o'rnatadi, ya'ni tashkilot tugagandan keyin a'zo bo'lamiz. Shunaqa mantiq kelib chiqyapti. Ya'ni 30 yil dahshat bu borgu. Va yana bir jihati shundan iboratki, ma'muriy tashkilotning bugungi spikerining o'sha fikrlaridan ko'rish mumkinki, O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga nima beradi, ya'ni qanday kazus beradi? Ya'ni O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga qanday a'zo bo'lmaslik bo'yicha master klass beradi. 30 yil davomida qanday a'zo bo'lmaslik mumkin? Marhamat, O'zbekistonning bosib o'tgan yo'li bor, bu dahshat. Achchiq gaplar, lekin to'g'ri xulosalar. Va yana bir jihati borki, spikerlarimiz meni hayron qoldiryapti va bu tabiiy bularning, ya'ni har birining so'zida kamida 3 martadan Jahon savdo tashkiloti hech narsa bermaydi degan xulosa bo'lyapti. Sezyapsizlarmi? Jahon savdo tashkiloti hech narsa bermaydi. Yo, endi bu yerda menimcha men javob bermoqchi emasman. Bu yerda katalizator, keyingi ishlar ham bor degan xulosani tushundim men. Aslida savolim ham yo'q. Institut deganimizda o'zi harakatlari bashorat qilinadigan tashkilotni institut deymiz. O'zi aslida Jahon savdo tashkiloti institut bu. Lekin institutlar avtoritar davlatlar uchun xavfli bo'ladi. Shuning uchun a'zo bo'la olmaydi bunday. Savol qismi ham bormi? Bo'ldi, mana shuni aytdim. Rahmat. Abdurahmon aka, siz ko'tardingiz. Savollarim bor. Iqtisodchi emasman, shuning uchun himoyachilik nuqtai nazaridan ayrim o'zim xavotirlarimni aytmoqchiman. Bizani monopollarimiz. Demak, sizda ham fikr, Abdurahmon aka? Yo'q, fikr emas, savol. Bizani monopollarimizni manfaatlari nima bo'ladi? Misol, yaqin ertaga mo'jiza ro'y berib, faqat tashkilotga a'zo bo'lib ketib, aytaylik, masalan, boshqona narxlar tushib ketadigan bo'lsa, hali O'zmotorsmida nima edi? O'z sanoatmi? Havo yo'llari, avtosanoat, boshqa ularning nimasi nima bo'ladi? Masalan, davlat ularni bir himoya qilish uchun bir ijtimoiy qanaqadir nimalarni ko'ryaptimi? Va ikkinchi savol, masalan, bu savdo tashkilotiga haqiqatan ham a'zo bo'lsak, narxlarda juda keskin tebranishlar yuzaga keladi. Ko'tarilishlar, pasayishlar yuzaga keladi. Biz bugun bilan yashaydigan millatmiz. Ya'ni maqollarimizda ham shunaqa. Haligi 6 oylik haqin kuysa kuysin, yortinoning kuymasin. Shunaqangi tipdagi nimalar. Yana hatto rahbarlarimiz ham aytayapti, faqat bugun nima bo'lish kerak deyapti, haligi farovon bo'lish kerak. Erta deyotgan yo'q hech kim. Shu nuqtai nazardan masalan bu narsalarga qanchalik masalan davlat tayyor turibdi? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol. Men ikkitami debman. Xalqaro maydonda bizning g'amxo'rlarimiz juda ham ko'p. Ertaga masalan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga masalan a'zolikka boradigan bo'lsak, unda manfaatlar nima bo'ladi? Bu tashkilotlarning o'zaro raqobatchiligi degan narsa bor. Yoki mana masalan Shanxay hamkorlik tashkilotiga o'xshagan nimalar manfaatlari bor. Abdurahmon aka, tushundim sizni. Menimcha spikerlar ham tushundi. Rahmat. Demak, ikkita asosiy savol bo'lyapti. O'sha monopollarimizni ahvoli nima bo'ladi, holati nima bo'ladi, narx masalasida o'ynashlar qanaqa bo'lib ketishi mumkin va qolgan tashkilotlarga ham a'zo bo'lmoqchimiz. Hech bo'lmaganda kuzatuvchilik maqomimiz bor. Ular bilan aloqalarimiz nima bo'ladi? Kim javob beradi? Ko'proq tahliliy savol